Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. AIM Talks podkastimizning 3-soniga xush kelibsizlar. Bugun bizda mehmon Prezident maktabi bitiruvchisi, Duke Kunshan University talabasi Izzatilo Ne'matjonov. Izzatilo aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum Muhammad Abdullo. Avvalambor taklif uchun rahmat. Menga aloqaga chiqqaningiz rosa xursand bo'ldim. Yaxshi proyekt, davomli bo'lsin. Rahmat. Keling, avvalo o'zingiz haqingizda tanishtirib o'tsangiz. Yoshligingiz qayerda o'tgan? Men asli 2006-yil tavallud topganman. Bulovosh tumanida. Xabaringlar bo'lsa kerak Bulovosh tumani haqida. Avval birinchi Bulovosh tumanidagi 6-umumta'lim maktabda tahsil olganman. 8-sinfgacha. Keyin Andijon shahrida Prezident maktabi ochilishini eshitib, Prezident maktabiga tayyorgarlik ko'rib, 9-sinfga qabul qilganman Prezident maktabiga. Hmm. Yoshlik asosan Buloqoshda o'tgan. Hmm. Prezident maktab haqida kimdan eshitgansiz? Onam o'qituvchilar. Mhm. 2021-yil ochilgan bo'lsa Prezident maktabi, biz 2020-yil qish oylarida menga aytgandi. Shunaqa maktab ochilishi planlashtirilyapti ekan deb, rejalashtirilyapti ekan deb. Shunda qiziqqandim, lekin uncha bo'lmagandi qiziqish. Keyin 2021-yil imtihon bo'ladigan yozda, iyun oyida qanaqadir o'zimdan qiziqish bo'lib, motivatsiya bo'lib, uydagilar qarshilik ham qilmagan, lekin qo'llab-quvvatlashmagan ham to'garakka borishim, lekin indashmagan. Keyin shu iyun oyidan to'garakka borish boshlab, shu dokumentlar tayyorlashga ham oyim yordam bergan. Topshirib, asosan sababchi onam deb bilaman. Tayyorlangan. Qancha vaqt tayyorlangansiz bu Prezident maktabiga? Asosan 3 oy. 3 oy vaqt 3 oy. ketgan. Boshlanishiga 2 oy matematika ham o'qiganman. Keyin matematika, birinchi bosqich matematika imtihoni bilasizlar Prezident maktabida. Birinchi bosqichdan o'tgandan keyin ikkinchi bosqichga endi matematikani qizig'i yo'q deb turib, savollar matematikadan bo'lmaydi, faqat tanqidiy fikrlash bilan ingliz tiliga e'tibor qaratganmiz. Nechinchi o'rinda o'tgansiz? Sir bo'lmasa. Sir emas, birinchi bosqichdan 123-o'rindan o'tganman. 1, 2, 3. Ikkinchi bosqichdan 16-o'rindan o'tganman. Eshitishim bo'yicha, adashmasam 2023-24 o'quv yillari Prezident maktabiga o'quvchilarga prezident bo'lgan ekansiz. Bu nima degani va qanday yordam beradi bu prezident bo'lishlik? Bilasizlar, ko'plab rivojlangan davlatlar maktablarida student council, student unionlar bor, ya'ni maktab o'quvchilari jamg'armasiga o'xshagan narsa, ya'ni organizatsiyasi, jamg'arma demaylik. Organizatsiya bu endi o'quvchilar bilan rahbariyat orasida qanaqadir bog'laydigan ko'prik sifatida ham ishlaydi. Ham turli xil loyihalarni amalga oshiradi. Loyihalar amalga oshirayotganda ularni nazorat qiladi. Bizda ham shu o'quv yilida taklif olingan. Asli 1 yil oldin boshlangan bo'lgan, lekin uncha katta loyiha bo'lmagan. O'sha 2023-2024-yilda Filippinlik o'qituvchimiz, hozir bosh akademik, shu o'qituvchimiz o'zi rahbarligida student government, ya'ni o'quvchilar hokimiyati deb tashkil qilingan. Shunda election bo'lgan, ya'ni saylov bo'lgan. Saylovda o'zimizni kandidatligimizni qo'yib, keyin kampanyalar qilib, ya'ni targ'ibot ishlari qilib g'olib bo'lganmiz. 1 yil prezident bo'lib, turli xil loyihalarni, keyin o'quvchilarni shikoyatlarini eshitib, o'quvchilarni gaplariga quloq solib, ularga qiyin paytlarda dalda berib, boshqa maktablar bilan diplomatik aloqalar o'rnatib. Bu prezident bo'lganingiz qanchalik foyda bergan Duke Kunshanga kirishga? Men o'ylaymanki, meni universitetga topshirganimda asosiy kuchli tarafim bu meni ekstrakurikulyarlarim, ya'ni darsdan tashqari bajargan ishlarimni konsistent bo'lgani, ya'ni davomiy bo'lganligi. Yoshlikdan oldin bilsanglar, Yoshlar ishlari agentligidan oldin Yoshlar ittifoqi bo'lgan. Undan oldin Kamalak bolalar tashkiloti bo'lgan. Men o'zi shu Kamalak bolalar tashkilotida viloyat sardori bo'lganman. Yoshlikdan har yili qanaqadir liderlik pozitsiyasida bo'lganim menimcha universitetga yoqqan. Ya'ni bu u o'zi uchun qilgan deb o'ylagan deyishgan. Chunki siz masalan bitta loyihani yoki bitta narsani bir marta qildingiz, 2 marta qildingiz, lekin u degani siz u narsani yoqtirasiz degani emas. Lekin siz u narsani 5 yil, 7 yil maktab o'quvchi sifatida umringizni yarmidan ko'p qismida, umringizni yarmidachalik qismida qilsangiz, bu sizni dedicationingizni bildiradi. Menimcha shu yoqqan deb o'ylayman. Shu menga anaqa bo'lgan, kuchli taraf bo'lgan, prezidentlik bo'lganim. Keyin Prezident maktabida yuqori sinflar o'ziga o'qishga fanlar tanlashar ekan, tanlov fanlari bo'lar ekan.
Sizda o'shalar qaysi fanlar edi? Biz birinchi kelganimizda boshqa sinflardan farqli o'laroq biz hamma fanni o'qiganmiz. Hmm. Qachon biz, fan tanlaganmiz, AS levelga kelganda, ya'ni 10-sinfga kelganda, shunda fizika hamda informatika fanlarini tanlaganman. Me Fizika, informatika. fizika, informatika. Meni AS va A level imtihonlarim matematika, fizika, informatika bo'lgan. Hmm. Endi Izzatilla aka, Prezident maktabiga hozir qabul boshlangan. Keyingi yilga topshiradigan bolalarga qanday tavsiyalar bera olasiz? Tavsiyam 4-sinfman, vaqtim yetadi demasdan, ingliz tilini agar Prezident maktabiga rostdan kirmoqchi bo'lsa, 1-sinfdan, 2-sinfdan boshlash kerak. Chunki bilasizlar, Prezident maktabida darslar ingliz tilida bo'ladi. Ham chet ellik o'qituvchilar mavjud. Ular bilan aloqa o'rnatish, ya'ni darslarni tushunishga ham ingliz tili kerak. Masalan, deylik, bola imtihon topshirib kirdi. Ingliz tilisi yaxshi bo'lmasa ham baribir maktabda qiynaladi, baholari tushib ketadi, o'zini kayfiyati tushadi. Shunga men maslahat berardim. 2-sinfdan, 1-sinfdan o'sha ingliz tilini o'rganishni, fundamentni kuchli qurishni boshlash kerak. Hmm. Ko'pchilikda meni o'zimni sinfdoshlarimni ham muvaffaqiyatlilarini ichidan qarasalar, ko'pchiligining ingliz tilisi yaxshi bo'lgan. Shu tarafdan yutib ketishgan. Darslar chunki ular yaxshi o'zlashtirishgan, o'qituvchilar bilan yaxshi muloqotlar qilishgan, yaxshi chiqib ketishgan. Keyin YouTube'larda ham masalan, polniy internetlarda ham researchlar, tadqiqotlarni ingliz tilida o'qishgani uchun ularni ham yaxshi tushunib, shu yutug'i bo'lgan deb o'ylayman. Ingliz tilini yoshlikdan maktab boshlanishidan qo'yish o'rganib kerak. qo'yish kerak. Hmm. Faqat haligi Prezident maktabiga topshiraman ekan deb o'rganish ingliz tilini menimcha xatoroq fikr. Keyin yana bitta savol tug'ilsa kerak, hozirgi yoshlarda tayyorlanayotganda self study, ya'ni o'zi mustaqil o'rgangan yaxshimi yoki hozir ko'payib ketdi o'quv markazlari Prezident maktabiga tayyorlayapmiz deb. O'shalar yaxshimi? Nima deb o'ylaysiz? Bu bilasiz, ko'p joyda bu anaqa bo'ladi, debate, ya'ni debat. Chunki yoshingiz o'tgan sari har doim sizda raqobat bo'ladi. Maktab, Prezident maktabi deylik, keyin universitet, keyin ish. Hammasida shu narsa bor. Masalan, universitetga topshirayotganda onlayn yordam olish kerakmi? Birontasidan yordam olish kerak, o'zim qilishim kerak yoki IELTS imtihonlarida ham o'zim topshirishim kerak, self study qilishim kerak. Menimcha bu hammasini tagida, agar siz o'zingizni self discipliniz, ya'ni o'zingizni boshqara olishingiz, ya'ni manaqa vaqtingizni unumli teja olishingiz, masalan deylik, sinfdoshlaringiz futbolga chaqirsa yo'q deya olishingiz, matematika ham, ingliz tilimi o'z paytida o'qiy olishingiz, agar siz shunaqa bola bo'lsangiz, menimcha shart emas deb o'ylayman. Lekin masalan siz xayolingiz har qayoqda yoki masalan siz dangasaroq yoki kimdir sizni aytib turishi kerak bo'lsa, keyin bilasiz, hozir 4-sinflar yosh hisoblanadi. Ular hali Prezident maktabi ham uncha bizchalik determined topshirishmaydi ular. Ular ko'proq ota-onasi qiziqtirgani uchun topshiradi. Biz masalan o'zimiz qiziqqanimiz uchun topshirgan bo'lsak, shunga menimcha 4-sinflarda ozgina qanaqadir o'yin qaroqli bo'lib tayyorlanmay qolishi ham mumkin. Shu paytlarda education centerlar, ya'ni to'garaklar foyda beradi. Lekin agar bola o'zi kuchli bo'lsa, o'qiy olsa, ota-onasi o'zi ham tayyorlasa bo'laveradi. Yurakdan o'qiyman desa. Hop, ekstrakurikulyarlarni gapirdingiz hozir. Shu haqida savol bermoqchiman. Ekstrakurikulyar aktivitalaringiz qanaqa bo'lgan? Nimalar bo'lgan? Bilasizlar, Amerika universitetlarida topshirishda Common App ishlatiladi. Common App'da ekstrakurikulyarlarga 10 ta joy bor. 10 ta joy. Importance'ga qarab, muhimligiga qarab, qachon qilinganiga qarab belgilaysiz. Meniki bo'lgan leadership'larim bo'lgan, ya'ni Prezident maktabida prezident bo'lganim. Undan oldin Greenhouse, bizdagi house'lar loyihasi bor. Shularda ham rahbar bo'lganman, Greenhouse'ga captain bo'lganman. Undan oldin shu Kamalak bolalar tashkilotida viloyat sardor bo'lganligim. Ham bilasizlar, universitetlar ko'proq sizga akademik tomon yoki ijtimoiy tomondan kuchliligingizga ham sport tomoniga ham qaraydi. Shunda ham o'zim futbolni yaxshi ko'raman yoshlikdan. Shu futboldan erishgan natijalarimni yozganman va biz maktab yangi tashkil qilingan bo'lgan. Shunda ko'p narsa yangiliklar bo'lmagani uchun biz klub sistemasini yaratishga harakat qilganmiz. Klublar hech bo'lmasa bolalarga shu klublar qanaqa muhimligini o'rgatish yoki shu ularni qiziqtirish, ochishga shu club system deb ekstrakurikulyar yozganmiz. Ham o'zimizni Zakovat klub ham bor edi, Shohjahon bilan birgalikda ochganimiz. Izzatilla aka, endi olimpiadalar haqida gaplashaylik. Olimpiadalarga qatnashganmisiz qandaydir xalqaromi? Olimpiadaga qatnashganman.
Lekin Prezident maktabida qanaqadir omadsiz bo'lgan Mhm. karyeram, olimpiada karyeralarim. Chunki men, o'zi o'ylardim u paytda ingliz tilidan kuchli bo'laman deb o'ylardim. Lekin hech nasib qilmagan ingliz tilidan qatnashishga. Qanaqadir bir vaziyatlar bo'lib qolganda taqdir taqozo qilmagan ingliz tilidan qatnashishga. Informatikadan qatnashganmiz viloyat bosqichlarida. Ingliz tilidan ham qatnashganman 11-sinfda. Unda ham taqdirga qarshi bo'lib, o'shanda kasal bo'lib qolib, isitma bilan olimpiadaga qatnashganmiz, 4-chi o'rinni olganmiz. Lekin asosiy olimpiadam men bu Al-Xorazmiy olimpiadasi bo'lgan. Al-Xorazmiy olimpiadasida tuman bosqichidan 1-chi o'rinda o'tib, viloyat bosqichida qatnashgandik, lekin respublikaga o'ta olmagandim. Hmm. Umuman qilib aytganda men olimpiadachi bo'lmaganman. Yaxshi emas natijalar olimpiadalar bo'yicha. Aha. Siz maktabda o'qib yurgan payt ko'p kemplarga borardingiz-da. Ha, Mana yaqinda ham Top 100 Uni'da anaqasi tugadi, kemp application. applicationi. O'shalar foyda berganmi universitet Dukkunshanga kirishingizga? Eng katta foydasini aytaman sizga. Ha. Skills Camp oromgoh bo'lgan. Shunda IT yo'nalish bo'yicha borganmiz. Shunda buxorolik Mirfayz degan bola bo'lgan. Shu bola bilan yotoqxonadosh bo'lganmiz. Qolgan xonadoshlarim o'zi mashinalarim bo'lgan. Shu bola hozir birgalikda Dukkunshanda o'qiymiz, 1-kursimiz. Oo. U bola mendan u bola early decisiondan kirgandi, men regular decisiondan kirgandim. Shunga savollarim bo'lsa ham faqat o'sha bolaga yozganman. Eslayman, ovozli chatlar qilib esseylarimizni ko'rgandik. Shu intervyudan oldin ham u boladan so'ragandim, nimalar haqida gapirsam bo'ladi deb ko'p maslahatlar olganman. Shu birinchi eng asosiy aloqasi bo'lgan. Keyin juda ham ko'p tanishlar orttirganmiz. Ular bilan haligacha ham gaplashib turamiz. Uchinchidan Top Uni Campda bizga birinchi sezonida qatnashgandik. Unda bizga insholar yozishdi, researchlar yozishdi, o'rgatishgan, bu ham katta yordam bergan. Ham o'sha yerda ham Dukkunshandagi studentlarni ko'rganman. Keyin Garvardda o'qiydigan studentlar ko'rib, ham motivatsiya bo'lgan menda. Men ham shu darajaga erisha olmayman, odam erishdi, boshqa odam erisha olmadim deb turib. Asosan shu motivatsiyalar bo'lgan. Demak, foydasi bor. Foydasi Arziydi bo'lgan. vaqt ketkazib. Ovqatlar ham zo'r bu yerda. Nechta universitetga topshirgansiz Dukkunshanni chiqarib olsak? Bilasiz, Kommunapda 20 ta joy bor o'zi, maksimum universitetga topshiradigan. Lekin biz Square degan platforma ham bor. Shu orqali ham topshirsangiz bo'ladi universitetga. Shularni qo'shganmiz. Kommunapda 19 ta desak, Dukkunshandan tashqari, Dukkunshan ham chunki Kommunap ishlatadi. Squaredan 5 tachaga sizga topshirganmiz, 5 ta universitetga. Keyin Stipendium Hungaricum, ya'ni Vengriyani davlat stipendiyasiga topshirganman va Turkiyani ham Turkiya burslari deb turib, uni ham davlat stipendiyasiga topshirganman. Shunda taxminan Jami 26 26 ta. tacha universitet. Yana Koreyalarga ham topshirgandim. 30 tachaga borsa kerak. Oo. Nimaga sizni Dukkunshan qabul qilishgan deb o'ylaysiz? Menimcha asosiy sabab intervyu bo'lgan. Chunki intervyu invitation kelgan menga. Menimcha 50 kellik vaziyat bo'lib qolgan undan oldin. Shunda intervyudan oldin bolalar bilan gaplashgandim. Dukkunshanda o'qiydiganlar bilan, Mirfayz bilan ham gaplashgandim. Nimalar desam bo'ladi, nimalar mention qilsam bo'ladi, o'zi qanaqa bo'ladi intervyu deb. Keyin Reddit degan veb-saytlarda ham artikellar o'qigandim. Shu oldin topshirganlar qanaqa bo'lgan. Shu ma'lumotlar yig'ib 2-3 kun tayyorlangandim. Intervyu payti ham o'z Prezident maktabida topshirganmiz. Zo'r bo'lgan. Intervyu oladigan opa ham muloyim, normalniy sizni gapingizni eshitib, qo'llab-quvvatlab turgan. Keyin oxirida nima degan? Sen mendan ham ko'p ma'lumot bilasan ekan DKU haqida degan. Dahshat. Qanday bu ma'lumotlar bilasan deganda, Xursand bo'lib ketgan. Xursand bo'lgan. Keyin men ham endi o'qidim, izlandim, menga yoqadi DKU deb aytganman. Shu menimcha universitetlarda topshirayotganingizni bilasiz, showed interest, demonstrated interest degan kriteriyasi bor. Ya'ni shu tarafdan ham baholaydi ba'zi universitetlar. Menimcha shu tarafi og'ib ketgan. Meni shu tarafim universitet yoqqan, ular kelishim bilgan. Qanaqadir psixolog tomonidan. Keyin Andijondan ham birinchi o'quvchi bo'lganman. Hozir ham birinchi o'quvchi edim, lekin yaqinda 2 ta o'quvchi qabul qilishdi. Ular ham Andijondan kelishyapti. 3 ta bo'ldik keyingi yilga. Ular eng kattasi bo'laman endi keyingi. Dukkunshan universiteti bu nom ko'pchilikka yangilik bo'lishi mumkin. To'g'ri. Bu universitet haqida nima deya olasiz bilmaganlar uchun? Bilmaganlar uchun bu universitet Amerikaning Duke universiteti bilan hamda Xitoyning Wuhan universiteti bir-biri bilan kollaboratsiyasi orqali, ya'ni
hamkorlikda ochilgan. Aniq sanasi esimda yo'q, lekin boshida faqat magistratura qabul qilishgan. Bakalavr sinflar keyin qo'shishgan. Adashmasam sinf Class of 2022 bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin, yangi. 3 ta sinf bitirgan xolos shu paytgacha. Bu universitet Xitoyda joylashgan. Amerika va Xitoyda hamkorligida bo'lsa ham, lekin o'quvchilar junior year, ya'ni 3-yilda bir semestrga Duke universitetiga, ya'ni Amerikaning eng nufuzli universitetlaridan biri hisoblanadi. Duke universitetida acceptance rate 8% bo'lsa kerak menimcha. 8%. Shu universitetga bir semestrga borib kelish imkoniyatiga ega. Ham ko'pchilik bilmaydi, Xitoyda joylashgan, Xitoy professorlar hammasi deb o'ylash mumkin, lekin bizda top professorlar ko'p. Duke'dan kelishadi, NYU Abu Dhabidan kelishadi, professorlar bor. Meni eng sevimli professorim Xitoy tilida Lian Yunpang, Pang Lian. Shu inson o'zi Xitoyda Xitoyda 2-o'rinda turuvchi. Dunyoda adashmasam top 10 talikka kiradi. Top 10 talikka kirmasam top 25 talikka kiradi. Peking University, ya'ni Peking universitetida PhD qilgan. Ingliz tili, Xitoy tilini ikkinchi til sifatida o'rgatish bo'yicha. Keyin yana bitta sevimli professorim, writing professor edi. Yi Odelialu. Bu inson Xitoycha eshitilishi mumkin ismlar, lekin ba'zilari American born Chinese, ya'ni Amerikada tug'ilgan Xitoylar. Shu Yi Odelialu o'zi Kolumbiyada masters qilib kelgan. Bitta professor aytishim mumkin, xitoylik emas bo'lgan, mana fakt sifatida behavior science professorim Portugaliyadan edi. New York, Abu Dhabida sobiq professor bo'lib kelib bizda o'qitayotdi. Birinchi ko'rganda isming nima degan, Izzatilo deganimda, Italiyadanmisan degan. O'zbekistondanmi eshitganmiz deganman, ha degan. Chunki Xitoyda ko'pchilik O'zbekiston haqida bilmaydi. Shunisi bor. Zo'r ekan, har xil davlatlardan Har xil davlatdan professorlar bor. Amerikaliklar ko'p. Keyin Buyuk Britaniyaliklar bor. Ayniqsa ular aksentidan ham tanib bo'lsa ular Buyuk Britaniyaliklar. Keyin Yevropadan bor. Shu o'zi Xitoydan ko'proq, lekin rostdan ko'p. Keyin Koreyadan bor. O'zbekistondan professor yo'q lekin bizda. Demak, two campus u universitet ikkita. Bittasi Amerikada, bittasi lekin bizda unaqa deb bo'lmaydi-da. Biz Duke Kunshan campus sifatida ochilmaganda, u alohida institut bo'lib ochilgan. Lekin Duke'ga borib o'qiy olasiz bir semestr. Yaxshi ekan. Urinib ko'rmadingizmi? Yo'q, 3-yilda. Men endi 1-yilda tugatdim. Endi aka, sir bo'lmasa, qancha grant yutdingiz Duke Kunshanni? O'tgan yili adashmasam kontrakt summasi $65,500 edi. Shuni 4 ga ko'paytirsangiz 250 qancha mingdan chiqadi. Shuncha bergan. Full tuition bergan. Full tuition. Universitet full ride beradi, lekin yiliga 3 ta full ride beradi. Ma'lumot uchun aytib ketay, topshirmoq qiziqqanlarga. Yiliga 3 ta full ride beradi, ya'ni 650 ta oldi bu yil o'quvchi. Shundan 175 tasi xalqaro o'quvchi. 175 tadan 3 tasiga full ride beradi. Full ride olish uchun ham need based u full ride, ham merit based, ya'ni unga moliyaviy tomondan ham to'g'ri kelishingiz kerak. Ham application poolda top 10% da bo'lishingiz kerak. Men topshirmaganman, chunki bizdan bir sinf oldin Class of 2027 da o'zbekka bergandi. 3 ta beradi. Juda ham ko'p davlatdan keladi. 175 ta odam 60 ta 70 ta davlatdan keladi. Shuning uchun ketma-ket o'zbekka berish qiyin. Ham bermagan ham oxirida. Shuning uchun topshirmaganman. Full tuitionda o'qiyman. Lekin topshirsanglar bo'ladi bu narsa. Global Leaders degan scholarship. Endi aka, podkastimizni asosiy mavzusi Xitoyga keldik. Ko'pchilik qo'rqadigan mavzu. Universitet hayoti haqida gaplashsak. Yaqinda Instagram sahifangizda ko'rib qoldim. Futbol team qo'shilgan ekansiz. Qiziqdim hayot haqida. Bizda ma'lumot ko'p universitetlar bilasiz, ta'lim bir semestr bo'ladi. Bizda lekin yarim semestr. Kurs olsangiz bir semestr o'qimaysiz, yarim semestr o'qiysiz. Ya'ni academic workload, siz qilishingiz kerak bo'lgan akademik topshiriqlar juda ko'p. Darslar ham ko'p. Shunga odam balans qilish kerak. Bilsangiz, faqat o'qish ham inson uchun zarar, ham productivity ham kamaytiradi. Ba'zida boshqa mashg'ulotlar bilan shug'ullanish kerak. Shunga universitet o'zi ham uni tushunadi. Shunga ko'p eventlar tashkil qiladi. Bizda o'qish dushanbadan payshanbagacha. Juma, shanba, yakshanba dam olish. Juma kuni asosan university based events bo'ladi, ya'ni universitet organize qiladigan eventlar bo'ladi. Shanba, yakshanba endi o'zimiz Shanxayga, Wuxiga, Anjouga traveling qilib, bolalar bilan yo ovqatlangani chiqib
Keyin klublar bor, sport klublari bor. Har xil badminton, voleybol, futbol, tennis, judo juda ham ko'p. Hatto rowing anaqa klub ham bor. Ya'ni bunaqaga chiqishadi. Eshikka. Yo'q e. Lekin juda qimmatroq edi. O'tgan safar qiziqqandim, $30 deyishdi. Pulli turadimi klublar? Yo'q, bu rowingga anaqa siz anaqa sotib olishingiz kerak, ijaraga olishingiz kerak, eshkak. Eshkagini. Keyin joyiga ham to'lashingiz kerak. Shunisi pulli. Masalan, men futbol klubda 1 yil, 1 semestr o'ynadim. Birinchi semestrda bolalar bilan masalan 50 yoshlilar, 40 yoshlilar bo'ladi. Ya'ni non-professional klublar bo'ladi. Shular bilan o'ynadik. Endi просто maza qilish uchun. Keyin ba'zi yutib qo'yishadi ular, ba'zida yomon o'ynab qo'yishadi. Lekin keyin ikkinchi semestrda varsityga qo'shildim, futbol varsitiga. Futbol terma komandasiga universitetda. Bunaqa terma komandalar ham ko'p. Ko'p sport turidan bor. Ham 3 ta yoki 4 ta competitionda musobaqada qatnashamiz. Eng katta bu Sujo ligasi. Sujo ligasi masalan bu tasavvur qilishingiz uchun Andijon ligasidaqa. Andijondagi hamma universitetlar Sujo ligasida universitetlar ko'p. Sujoda o'zi adashmasam 30-40 taga yaqin universitet bor. Shu Sujo ligasida qatnashdik. O'tgan yili 4-o'rinni oldik. 4-o'rin. 35 tacha komandalar ichidan 4-o'rinni oldik. Yaxshi natija. Endi sekin-sekin asta-asta. Endi Dukunshan bu Xitoyda eng nufuzli universitetlardan birida. Bu akademik qiyinchiliklarga duch kelmadingizmi? Birinchi semestrda duch kelmadim. Birinchi semestr endi Prezident maktabida kelganmiz, discipline, ya'ni tartiblanganmiz. Chunki imtihonlar topshirganmiz, bunaqa ko'p fanlarda ham o'qiganmiz oldin. Prezident maktabida endi ham punctual bo'lishingiz kerak. Assignment beradimi, uyga vazifa beradimi, tugatishingiz kerak. Universitetda ham shunaqa tugatmasangiz ballingizdan ayriladi yoki даже submit qilishingizga ham ruxsat bermaydi, nol qo'yadi. Chunki birinchi semestrda qiynalmadim. Dinlistga kirdim. Dinlist bu top universitet GPA ga qarab top universitetlar top o'quvchilarga beriladi. GPS balandlarga Dinlistga kirdim. Lekin ikkinchi semestrda futbol o'ynashni boshladimmi? Bir haftada 3 marta trenirovka. Oyog'ingiz og'riydi trenirovkadan keyin, recovery qilasiz bir kun, doktor anaqaga borasiz, klinikaga borasiz, oyog'ingiz og'risa. Shunaqa qilib turib oz-moz vaqtim ozaydi. Chunki workload ko'paygan futbolda ham va qiynaldim. Ikkinchi semestrda qiynaldim. Ham klasslar ham уже 200 levelga o'tgan. CS201 ya'ni 100 leveldan 200 level baland hisoblanadi. Darajasimi, o'qishda darajasimi? Anaqa. 200 levelda olish uchun 100 ta olgan bo'lishingiz kerak oldin. Lekin masalan birinchi kurs bo'lib ham olsangiz bo'ladi. Lekin shu oldingilarda prerequisite'larni ham olgan bo'lishingiz kerak. Bitta oshnam bor xitoylik. 300 level CS olganda, 308 olgan, uni 3-kursda, 4-kursda qo'rqib olishadi. Nerdmi? Endi haqorat qilib qo'yma oshnama. Lekin shu ikkinchi semestr qiynaldim. Endi xudo xolasa akademik comeback qilamiz. Hozir ham normalniy GPA, xudoga shukr, yaxshi natija hisoblanadi universitetga. A'lo darajada hisoblanadi, lekin undan ham yaxshi harakat qilamiz. Endi keyingi semestr perfect GPA olib, akademik comeback qilsak, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Mana birinchi kursda bitirib keldingiz O'zbekistonga. Sezgan bo'lsangiz, O'zbekistonda ham xitoyliklar ko'payib ketdi. Shunga nima deydi? Kirib kelishiga sabab nima deb o'ylaysiz? Men bu kelishimda Xitoyda aviakompaniyasidan keldim, China Southern. Shunda yonimdagi inson bu yog'imda ham Xitoy edi. Ular bilan gaplashdim. Bu tarafimdagi bir haftaga Expo Toshkentda Business Expo bo'layotgan ekan, ya'ni forum deydim. Shunaqa bo'layotgan ekan, shunga kelgan ekan. O'ng tarafimdagi inson Toshkent viloyatida qanaqadir kompaniya bor ekan, quyosh panellari shu bo'yicha mutaxassis ekan. Men fikrimcha, agar masalan davlat tomonidan ular kelishinib, ya'ni ikkala tarafga ham foyda keladigan, bir tarafga foyda, bir tarafga ziyon keladigan anaqa kontrakt asosida kelmasa, menimcha yaxshi. Lekin masalan bo'ladi, bitta davlat ikkinchi tarafni mana ekonomik tarafdan qaram qilib qo'yishi. Bunaqa holatda o'z davlatlar ham tushunadi, kompaniyalar ham u xitoylik mutaxassislar olib kelayotganda ham shunaqa shartlar qo'yadi. Biz qoidalarga bo'ysunamiz. Unaqa o'zimizga ikkala tarafga ham fair bo'ladi. Shunaqa asosda kelsa, menimcha yaxshi. Ham uje hozir O'zbekiston oldin tanimagan xitoyliklar, u hozir tanimagan anaqasida. Lekin hozir tanishyapti endi asta-asta. Turizmni ham ko'p ko'raman. Samarqandga o'zim qishda bordim, xitoyliklar bor edi.
turizmga ham rivojlantiradi bu. Turizmga ham foyda olib keladi bizga. Hmm. U Xitoyda ham o'zbeklar ko'pmi? Ko'rdingizmi? Asosan studentlar va biznesmenlar haligi tovar Ha, olgani borgan ha, Yivuga, Guanzhouga borishadi. Akalarni Pekinda ko'rib qolaman-da. ha. Wi-Fi gulini olmayapman. Ukaman qanday qiladi deb so'rashadi. Shu so'rasam shu hammasi tovarga kelayotganlar ular Yivu, Guanzhou qilib turib shunaqa biznesmenlar asosan. Studentlar ham bor. Masalan, hozir xitoy tili ham mashhur bo'lyapti. Уже ko'rsangiz ham bizda ham Sakura o'quv markazida ham xitoy tilida o'qitishadigan kurslar ochishdi. Shunaqa endi sekin-sekin xitoy tili kurslari ham ko'payib, Hmm. xitoy tili ham mashhur bo'lyapti. Studentlar bor. Xitoy tilini o'rganishyapti dedingiz. Mana Sakurada ochilibdi dedingiz. Endi Xitoyga borish uchun o'zi xitoy tili kerakmi? Yashash uchun masalan. Xitoy tilini bilmasdan turib ham Xitoyda yashash mumkinmi? Men borganimda ishoning bitta ni hao deyishni bilganman, ya'ni hello Ha. deyishni bilganman. Boshqa narsani bilmasdim. Juda qiynaldim. Hmm. Chunki universitet aeroportdan universitetgacha bo'lgan masofa. Men bir kunlik haqida gapiryapman. Hmm. Uncha interaction ham bo'lmagan. Shu aeroportda bo'lgan interaction, taksi driver bilan bo'lgan Hmm. juda qiyin bo'ldi. Menimcha xitoy tilini o'rganib ketish kerak. Hech bo'lmasa shu masalan basic conversation qilsa bo'ladi masalan. Qancha bo'ldi mendan? Ha, ha. Qayerga ketyapman? Bu yerga ketyapman. Shunaqa Hmm. menga xona kerak masalan hotelda ham so'ramoqchi bo'lsangiz. Yoki bu reysga qanday uchadi? Bu metro stansiyasi qayerda deb shunaqa narsalarni bilib olish kerak. Basic. U yog'ini keyin u yoqda o'rgansa ham bo'ladi deb o'ylayman. Lekin masalan agar universitetingiz davlat universiteti bo'lsa, ko'p Xitoy davlat universitetlari sizni imtihon ko'rsatishingiz kerak. HSK degan imtihon bor, IELTS'daqa. Shuni ko'rsatishingiz kerak. 5, 6, Xitoy HSK tili 4. imtihoni. Ha. Bilishingizni ko'rsatishingiz kerak. Lekin masalan biz universitet ham Amerika hamkorlikda ochilgan universitet u. Hmm. Shunda bizga shart emas Xitoy tili. Biz ingliz tilini ko'rsatib kelganmiz. Hmm. Kampusga kirasiz. Birinchi qadam qo'yishingiz bilan ingliz tili. Hamma ingliz tili biladi. Yaxshi. Lekin kampusga bir qadam tashqari qo'yasiz, Xitoy tili. Boshlash kerak. Sheshe, o'zaja. U universitetda ham Xitoy tili shunaqa xorijiy o'quvchilarga bormi? Kurs? Aytdim, meni sevimli bitta o'quvchi Ha. professorim Xitoy tili o'qituvchim dedi. Bizda 200 levelgacha va 200 level majburiy o'qishingiz kerak. Buni xohlasangiz 2 yilda o'qisangiz bo'ladi. Boshidan boshlab 101 dan boshlab yoki birinchi kelganingizda oldin Xitoy tili o'qigan bo'lsangiz, placement test bo'ladi. Sizdan imtihon olishadi. Shu 200 ga tushadigan bo'lsa, skip qilasiz 100. 100 da olmaysiz. Ha. Srazu 200 ga boshlaysiz. Keyin 200 tugatganingizdan keyin bizni degreeda, ya'ni diplomimizda kredit berib qo'yganda tilga. Shunga 200 levelda o'zini tugatsangiz yetmaydi. Shunga o'zingiz xohlagan tilda olsangiz bo'ladi. Masalan, nemis tili, ispan tili, koreys tili, yapon tili. Bizda universitetda bor. Professorlar ham kuchli professorlar bor. Men ham hozir o'zi 200 tugatib, nemis tilini o'rganmoqchiman. Ya'ni qo'shimcha til sifatida. Birinchi Xitoyga borganingizda cultural shock bo'lganmi? Cultural shock bo'ladi albatta, chunki ular dini ham boshqa, Ha, to'g'ri. madaniyati ham oz-moz yaqin, lekin boshqacharoq. Cultural shocklar ko'p bo'lgan. Sog'inganmiz o'zbek ovqatlarini uyda. Albatta. Ayniqsa birinchi semestrda qishki kanikul qachon keladi deb kun sanaganman. Ovqatlar, masalan, Uyg'urlar ovqatlari o'zbek ovqatlariga o'xshaydi. Masalan, oshga o'xshab, masalan, palov deyishadi ular ham, lekin u palov bizchalik mazali emasda. Keyin havo ham bizda yozda quruq issiq bo'lsa, u yoqda nam issiq, juda ham terlatadi. Masalan, shunday borsam men 2 minut piyoda yursam ham terlab o'sha xonaga qaytishimga kerak bo'lib qoladi. Qishda ham bizda havo sovuq bo'lsa, u yoqda shabada sovuq. Shamol shunaqa sovuq, ham masalan futbol o'ynab yugursiz ham shamol shunaqa uradi, achitadi. Ya'ni achitadigan sovuq. Ko'p odam Xitoy desa haligi chang shahar tasavvur qiladi-da. Yo'q, haligi yaqinda ko'rdingizmi? Ice Speed bor-ku, haligi cyberpunk deb turib, baland binolar, yashil, futuristik binolar. Ko'proq shunaqa. Men bo'lgan joylarim masalan, endi Xitoy ham katta davlat, bilasiz, aholisi ham ko'p. Shunga ba'zi joylar juda rivojlangan, ba'zi joylar o'rtacha rivojlangan, ba'zi joylar oz-moz rivojlanmagan. Shuning uchun men lekin borgan joylarim masalan Shanxay, Haynan,
keyin Changzhou, hammasi bunaqa baland binolar. Toshkentga o'xshaydi. Hammasi ko'rsangiz bu poytaxtimi deysiz, Pekinda ham bo'ldik. Bunaqa joylar ko'p. Masalan, Chongqing degan joylar bor. Bilsangiz haligi metro uyni ichidan o'tib ketadi. Ko'rdim. Keyin haligi 24-qavatda turib, 10 ashuni qavat tushsangiz yana so'ramoqchi edim. 20-qavatga chiqib qolasiz. Keyin yana tushsangiz yana baribir tepaga chiqib qolganga o'xshaysiz. Hali yerni topolmaysiz. O'sha ana qiziqishdan kelib chiqib, auto qo'yasizda, haligi bitta video ko'rdimda. Bu tarafiga o'tsangiz 22-qavatda turasiz ekan. Bu yoqqa bunday zinadan tushsangiz, уже 1-qavat yer ekan. Nimaga deb o'ylaysiz? Ashi nimaga? Tog'da chunki u shahar tog'. Tog'ga qurilgan u. Chunki infrastrukturani shunaqa qilib. Tog' bilasiz, bitta joyi balandroq bo'ladi tog'da, bitta joyi pastroq bo'ladi. Shuning uchun shunaqa qavat-qavat qilib qilishgan. 22 qavat farq bo'ladimi? Ha, shunaqa. O'shuning uchun rosa masalan arxitekturani bilgan odam ham ko'rib wow deydi. Qanday qilib tog'ga bunaqa shahar qurgansizlar? U O'zbekistonda biz o'z qavatidan tomimiz ketib qolsak, qaysi qavatdaman, telefon qilib oshna 8-qavatdaman. Qaysi 8-qavat? Men o'sha yerda turibman. Tepaga chiq. Endi Xitoy madaniyati o'xshash dedingiz o'zbeklar madaniyatiga. Ozmos. Masalan, deylik to'ylarida ozmos o'z qanaqalar bor. Keyin masalan bizda ham iboh hayot degan narsalar bor. Masalan, siz to'satdan kelib turib kimdir sizga salom desa, haligi g'alati bu kim bu? Qani taniyman deydi. Amerikada masalan, how you doing deb ketaveradi. Shunaqa ozmos tortinchalik bor Xitoyda. Keyin shu ozmos manaqa bayramlarida ozmos o'xshashliklar bor. Masalan, ko'p bayramida hammasi yoshi katta ota-onasini ko'rgani boradi. Birgalikda ovqat qilishadi. Bizda bilasiz, xayrli beriladi. Hayit bayramida yaqindan kelib podkast chiqqanda o'tib ketgan bo'laman menimcha. Ularda ham bitta bayram bor, pul beriladi. Shu kichkinalarga pul beradi. Shunaqa o'xshash joylari ham bor. Lekin o'xshamaydigan tarafi ham ko'p. Masalan, oddiy ovqat yeyishda ham biz qo'lda ovqat yesak, qoshiqda ovqat yesak, ular chopstickdagi choplarda. Chopstickda. O'rgandingizmi? Shunaqa chopstick? Ozmos. Lekin guruch yeyolmayman. Ular guruch olmaydi. Kichkina guruchni qoshiqdan ko'p oladi chopstickda. Men endi lag'mon masalan chuchvaralarni eplab ola olmayman, lekin uncha kichkina narsalar qiyin. Lekin ozmos noqulay. Qo'limda yesam, Pokistonliklar bilan o'tirsangiz shunisi yoqadi. Pokistonliklar ham qo'l deydi. Bosamiz. Ketdik bolalar deb to'yish kerak. Xitoyda ko'p festivallar bo'ladi. Siz ham qatnashdingizmi festivallarga? Qanaqa festivallar bo'ldi siz borganda? Xitoyda o'z yangi yili bor. Xitoyda o'zining yangi yili ham bor. Keyin chet elda yangi yilni ham nishonlashadi. Keyin ular manaqa oy bo'yicha ham, kalendar bo'yicha ham yurishadi-yu. Shunda ham bitta Lunar festivali bor. Keyin o'zini manaqa Dragon qanaqadir festivali bor. Keyin Spring Boat festivali bor. Shunaqalar bor. Ko'pida, lekin ma'nosi shu uydagilar oilaga borib, birga uchrashib, ovqatlar qilib, ba'zilarini manaqa bitta anaqasi bor. Chinese New Year edi, adashmasam. Ular hikoyasi bor ekanda, oldin bitta maxluq bo'lgan ekan deb bilishadi. Shu maxluqni haydash uchun odamlar inaqa otishma o'ylab topishgan ekan. Shunga fireworklar bilasiz, poq deydi-yu. Shunga firework otishadi. Biz ham bor. Bitta o'zi Xitoyda noqonuniyda firework. Lekin o'sha kuni maxsus hududlar bo'ladi, sotib ham turishadi. Borib sotasiz fireworklar, mushaybozlik bo'ladi. Biz ham bolalar bilan borib mushaybozlik qilib, umrimda mushay ushamagan odam o'sha kuni mushay otdim. Keyin bitta festivaliga bordik. O'sha Lunar festivalida adashmasam bitta Wushili tanishim, o'g'lim shu uyga taklif qildi. Shaharini ko'rdik. Har xil anaqa parklarda ham danslar, shunaqa narsalar bo'lar ekanda, shularni ko'rdik, ham uyga taklif qildi, mehmon qildi. Hamma narsani halol joydan olgan, halol go'shtlar olgan. Wow dedim. Rahmat kattakon. Chunki ular halol yemaydi-da, masalan, ular qiziqi yo'q. Menga qizig'i borligi uchun, sen uchun atay halol deb bemalol anaqa qilaver deb turib, rosa mehmon do'st. Mehmon qilsa, siz yeydigan narsalar bor, masalan, deylik yeydigan limitingiz bor. Shu limitingizdan 20% ko'proq ovqat qo'yishadi. U sizga bo'lgan anaqani ko'rsatadi, ham respektni ko'rsatadi, hurmatni ko'rsatadi. Men boradigan joy ekanda. Rosa. Men semirmadim-da, bir semirishim kerak edi. Instagram sahifangizda ko'rdik. Birinchi semestr tugaganda ikkita xitoylik do'stingizni olib kelibsiz Andijonga. Ularda qanday taassurotlar qoldi? Ular juda ham yoqtirdi. Ya'ni biz birinchi o'zi journeyimiz uzoq bo'lgan. Birinchi Xitoydan boshladik. Haynan
provinsiyasiga borib, shu yerda layover bilasiz, пересадкani uzog'ini oldik. 13 soatlik пересадка oldikda 10 soat taxminan aylandik shaharda. Keyin Abu Dabiga uchdik. Abu Dabi, Dubay qilib 3 kun aylandik u yerda ham. Keyin qarasak, Abu Dabidan Samarqandga bilet bir xil ekan. Abu Dabidan Toshkentga bilet. Samarqandga ketdik-da, Samarqandga borib, u yerda kvartira gaplashib, arzon tushirgan 3 kun 3 ta odamga. O'zi ham Registonda oldida turdik. Ovqatlar har xil ovqatni yedirdik. Masalan, osh yeyishdi. Yoqdimi biz somsa ovqatlar? Ishoning, Xitoyda ovqatlari hech nima emas O'zbekiston. Shunaqa yoqtirishdi. Hozir shu paytgacha 4 ta tanishim kelgan bo'lsa, Xitoyda hammasi O'zbekiston ovqati dahshat ekan. Bittasi o'sha qishda kelgan bittasi yozibdi. Men ovqatini sog'indim, og'achga, vafshim, yo men boray, mehmon qilasam yana boshqatdan deb yozibdi. Shu Samarqand, Buxoro, Andijon, Toshkent qilib har xil bilasiz, olot somsalar bor, besh qozon oshlari bor, o'zimizda cho'ntaklar bor, shashliklar maza qilishdi. Ovqati eng zo'r deyishdi. Ham manaqa har xil joylarni ko'rishdi. Tarixiy joylar ko'rishdi, tabiat joylari ko'rishdi. Keyin ko'pchilik aytadi, Andijon juda ham toza viloyat ekan deyshadi. Chunki bilasiz, hamma yerda daraxtlar. Keyin Bog'i Shamolga chiqdik. Bog'i Shamolda ham polniy hozir tozalashyapti, normal tozalashadi. Ham toqqa chiqdik shunga. Juda ham Andijonda sof joy ekan, ya'ni anaqa ekan. Tabiati o'zi chiroyli ekan, musaffo ekan deyshadi. Samarqandlar ham chiroyli deyshadi tarixiy jihatdan. Toshkentda endi rivojlangan bilasiz. Ko'rdinglarmi do'stlar? Xitoyliklar ham o'zbeklar ovqatiga havas qilyapti. Men shunaqa sog'inaman O'zbekiston. Endi o'zim o'rganib ketmoqchiman. Bu semestr qozon tovoq ko'tarib, O'zim pishiraman. Har shanba xudo xolasa o'zim osh pishiraman o'zimga. Xitoyda yashash qanaqa? Qimmatmi? Narx-navolar. Shaharga bog'liq u ham. Qayerda o'qiyotganingizda, lokatsiyangizga eng qimmat joyi Shanxay bilan Pekin hisoblanadi. Juda ham qimmat. Lekin biz yashab turgan joy Kunshan shahri, u Toshkent bilan narxlar deyarli bir xil. Bir kun sinfdoshlarimga telefon qildim. "Bola, sizlar nech pul sarflayapsizlar bir kun ovqatinglar?" dedim. Aytishdi, "Bitta ovqatlanish примерно bir 30-40 mingga ovqatlanamiz" dedi. Bizda ham shunaqa. 30-40 mingga ovqatlanamiz. Yo, bitta ovqatlanishingiz. Masalan, ertalabingiz deylik 20 ming, abitingiz 40 ming, o'shingiz 40 ming shunaqa. Toshkentda ham xuddi shunaqa ekan narxlar. Lekin bizda sug'urta qimmat endi. Lekin worth it, ya'ni avariya bo'lib ketsangiz ham hamma narsangiz qoplaydi-da. Xavfsiz. Yashash shunaqa. Anaqalar ham kvartira narxlari ham Toshkentdaqa bir xil. Lekin biz masalan mehmonxona turamiz, shunga uncha bizga qizig'i yo'q. Lekin ko'chada yashaydiganlarga shunaqa Toshkent narxi. Uy narxlari-chi? Arenda emas? Qarang. Farqi kattami? Qarang-da, mana bizda bir xonali Toshkentda domlar bir 40 ming, 50 ming dollar desa, Shanxayda million. Yo'q. Million dollar. Dollar. Ha. Chekara joyda o'rtalarida menimcha bir 5 million, 10 million dollar. Bu real estate rosa qimmat Shanxayda. Arenda narxi kam lekin. Arenda arzon. Arenda arzon, sotib olish qimmat. qimmat. Xitoyda halal ovqat topish qiyin bo'lmadimi? Qiynalmadingizmi? Bizda zo'r tarafi universitetimizda manaqa kantinda, oshxonada 3 qavatda. Birinchi qavatda western cuisine, ya'ni g'arb ovqatlari, ikkinchi qavatda shu halol ovqat, uchinchi qavatda Xitoy ovqatlari qilib qurgan. Shunga optionlar yetarli. Men xohlagan payt halol ovqat yolayman, lekin minus tomoni masalan menga yoqmaydigan tarafi ovqat almashmaydi. Shu bir xil. Bir xil menyusini almashtirmaydi. Bir xil ovqat har kuni o'zim almashtirishga harakat qilaman. Bir kun uni tanlab, bir kun buni. Bir kun laman, bir kun chuchvara. Lekin shu baribir ham zerikasiz ekan. Xitoyda o'zbek kafesiga duch keldingizmi? Men hech qiziqmayapman. Nimagadir shu o'zbek restoranida qidirishga bermayapman. Lekin yaqinda Telegram kanalda o'qib oldim. Shu Xitoy community deb turib, shu universitetda o'qiydigan bolalarning anaqasi bor, gruppasi bor. Shunda tashashibdi. O'zbek ovqat oshxonalari Shanxayda, Pekinda. Lekin hech borib ko'rmaganman, lekin bor. Va Shanxayda Shanxay shunaqa global shaharki, deyarli hamma davlat kuzini bor. Hamma davlat restoranlari bor. Nepaldiki o'zim ham bordim. Livandiki bor. Livan o'zbekchasi qanday aytamiz? Livan deymizmi? Libanon degan davlat shuniki bor. Misrdiki bor, Turkiyaniki bor. Vyetnam, Tailand, hamma davlatning kuzinlari bor Shanxayda. Xitoyda bo'lib turib, har xil
Davlatlarda ovqatlanish Shanxay ham bepul. yaqin bizga. Gaotie degan high speed train bor, ya'ni tez yurar poyezd. Shunda yarim soatlik yo'l. Taxminan 35,000 so'mni chipta. O, 35,000 so'm borish, arzon 35,000 so'm qaytib kelish. Lekin ovqatlanish qimmat. Yaqinda 3 ta odam bor, 4 ta odam bordik. Nepal oshxonasiga nepallik tanishlarim olib borgandi. Taxminan $130-$140 bo'ldi. qimmat ekan-a? Ovqatlanishimiz. Qimmat lekin shu. Keyin Izzatilla aka yaqinda eshitdim, Xitoyga ochib qo'yib vizasiz 90 kungami? Shu rostmi? 30 kunmi? 30 Shunaqamida, ha. Meni hali aeroportda bo'lmadim. Lekin menimcha bo'lgan. Chunki xitoylik tanishlarim kelayotganda viza qilishiga to'g'ri kelib qolibdi. Chunki ular 1-iyundan oldin keldi. Ham 12 kun turishdi. Turishar ekan. Shuning uchun lekin ular aytdi, agar 1-iyun kelganimizda shartmas edi ekan deb. Menimcha u yo'lga qo'yildi. Lekin men hali aeroportga borib ko'rmadim. Tanishlarim ham hali uchmadi Xitoyga. Tushunarli. Menimcha u yo'lga qo'yilgan u rasmiy xabar edi. Endi hayotiy savollar bersam, hayotda o'zi kimga intilib yashaysiz? Kim sizni nima deydi? Kumiringiz? Idolizmi shunaqa. Ko'pincha o'zimni otam, dadam. Shu nimaga? Chunki dadam haligi konsta qo'shig'i bor, bilasiz. Bu haligi bir paslik natija emas, bu sistema deydi-yu, 10 yillik sistema deydi-yu. Dadam ham shu sistema orqali chiqqanda, ya'ni hech nimadan boshlagan, ya'ni oddiy bitta velosipedni o'zi terib, qismlarini sotib olib, velosipeddan boshlagan. Hozir normalniy mashinada yuradi, normalniy oylik bor. Biz ham masalan Xitoyda meni o'qityapti, ukam Toshkentda o'qityapti. Keyin dadam ertalab turganimda ko'rmayman dadam. Ishga ketgan bo'ladi. Kech payt uxlashimdan payti yoki undan keyin keladi. Masalan, kontraktida 10 soat ishlash bo'lsa ham, dadam 12 soat, 14 soat ishlaydi. Shu men hard working, ya'ni shu menga motivatsiya bo'ladi har doim dadam qanchalik qattiq ishlashi ham qanchalik o'sgani. Yana bir hayotingizga doir savol. Qanday hobbilaringiz bor? Aytdim, futbolga rosa yoqtiraman. Aha, Shu har doim vaqt topsam futbol o'ynayman. O'zim stadionda yoki futbol o'yinlarini o'ynayman. Haligi ko'proq murabbiy bo'lib o'ynash yoqadi. Keyin futbol ko'rgani boraman stadionlarga. Undan tashqari kitoblar o'qishim yoqadi. Turli xil ko'proq romanlar. Hozir yaqinda qanaqadir musiqa tinglash topib oldim, lekin uncha yoqmaydi. Yo'qotishim kerak shu anaqam, hobbim. Kino ko'rish hammadagidek. Keyin traveling, sayohat qilish va manaqa Telegramda o'zimni kanalim ham bor, shunga postlar qilish yoki shu har bolalar bo'ladi, aka shu webinar qilaylik, prezentatsiya qilaylik deb shularga ham hobbi bo'lib qoldi menga, ishonasiz. Prezentatsiya tayyorlash ham hobbi bo'lib qoldi. Ham universitetda ham ko'p kurslarda prezentatsiya qilishingiz kerak. Musiqa deganingizga Xitoyda ham masalan birorta yoqtirgan xitoycha qo'shig'ingiz bo'ldimi? Yo borib u yerda ham o'zbeklarda eshitdingizmi? Instagramda borib lay deb bittaga pulni qo'yibdi hammaydiga. Shu rosa mashhur. Toshnam bor, Pekinlik, u futbol ham birga o'ynaymiz. Zo'r bo'ladi. Shu bola bilan rosa qo'shiq eshitib muhokama qilamiz. Keyin Uyg'urlar repi Xitoyda eng top hisoblanadi. Bitta qo'shig'i bor. Har doim aytadi-da, men hali yoshlar, shu joyini tushunasan-a deydi-da. O'zbekchaga yaqin gapirishadi ular. Shu Xitoylikda shu Uyg'urlar rep aytganda o'zbekcha emas, Uyg'urcha, inglizcha, xitoycha aralashtirib aytishadi. Ba'zi joylarini, "Sen tushunasan-a shu joyini aytib ber" deydi. Shu qo'shiqchalar ham yoqadi, lekin ko'proq men masalan xitoy tilini endi o'rganishni boshladim-ku. Ko'p tushunmayman-da, shunga ko'proq o'zbek yoki latino tanishlarim bor, shular ham effekt qilib ispancha qo'shiqlar ham hozir chiqib qolgan Spotify'imda. Tavsiya bermayman lekin. Bu xitoylik do'stlaringizga Sherali Jo'rayevlarni eshitib ko'rmadingizmi? Anaqa xitoyliklar eshitib ko'rdim. Tohir Sodiqovni qo'shiqlarini eshitdim. Yoqdi. Endi ular ham tushunishmaydi, endi faqat melodiyasiga tushunsa. Keyin ular aytdi, ko'proq rosa rus qo'shiqlari mashhur ekan. Hani Johnny'larda qo'shiqlari, hani ko'proq sad qo'shiqlari bor, hani qora backgroundda aytilgan shu qo'shiqlar rosa mashhur ekan. TikTok'larida, ularda o'zining TikTok'i bor-da.
shu TikTok'larda ham mashhur bo'lgan ekan. Shunaqa dedi. Shu bitta qo'shiq qo'ygandim, shu Johnny'larning qo'shig'ini qo'ygandim. Shu menga yoqadi desam, men buni ko'rganman, oldin eshitganman, TikTok'da ko'rganman" dedi. Endi Izzatilla aka podkastimiz traditsiyasiga tayangan holda har bitta mehmondan savolimiz borda. Siz sevib o'qigan top 3 ta kitob. Sizga ham shu savolda bersak. Birinchi kitob Dostoyevskiyda Jinoyat va jazo. Keyin Dan Brown'da Raqamli qal'a. Keyin Ikki kishi orasi. Shu uchala kitoblar yoqadi. Nima o'rgangansiz u kitoblardan? Nima xulosa chiqargansiz? Endi ular ko'proq roman, manaqa fictional romanlar. Ko'proq sizga shu kitob o'qishga bo'lgan qiziqishingizni oshiradi. Chunki juda ham qiziqarli-da. Keyin masalan Ikki kishi orasida ham shu urush davrida yashagan o'zbeklarni hayotini ko'rsatgan, qiyinchiliklarni ko'rsatgan, feelinglarini ko'rsatgan. Shunda ham o'zingiz his qilasiz. Shunaqa urush davrida bu yashaganimda qanaqa bo'lardi deb turib o'zingiz masalan hozir mustaqil davlatda yashaymiz, tinch davlatda yashaymiz, shukr qilasiz shularni o'qib. Keyin lekin masalan o'sib kelayotgan bolaga kitob o'qish tugatmaslikni tavsiya qilaman. Kitob o'qib mehr qo'yaverish kerak. Keyinchalik masalan universitetga borganda kitoblar ham onlayn bo'lib ketadi. Baribir fizikal kitobni Boshqacha. Men paytlar bo'lardi. O'zi uncha katta kitob o'quvchi emasman. Uncha zo'r emasman. Katta odam emasman. Har kuni mana kitoblarni tugatib tashlaydigan, lekin qiziqqan kitobim chiqsa kuniga 100, 150, 200 bet ham o'qirdim yoshligimda. Hozir endi kitob o'qish yaxshi, lekin hozirgi yoshlar kitob ochsa 5-varog'iga kelsa uxlab qoladi-da. O'sha qanaqa kitobdan boshlash kerak? O'zi qiziqadigan. Kirishib ketish. Qarang, masalan, Dan Brown'ni shu Raqamli qal'a o'zi nomidan ham chiqib turibdi. Raqamli qal'a deb turib, texnologiyaga oid. Men o'zim shu yo'nalishim IT, texnologiya bo'lgani uchun har bir voqeasi qiziq bo'lgan. U boshida bilmaganman u to'qimali asalligini. Hattoki qidirib ham ko'rganman, ba'zi aytilgan texnologiyasini qidirib ko'rganman, chiqmagan. Keyin o'qisam u to'qima anaqa ekan mavzular. Shu o'zi qiziqqan yo'nalishda o'qisin. Yo'nalishlar ham ko'p u. Drama, bir nima. Unaqalarni ham tushunmayman. Tarixiy asarlar deydi. IELTS va SAT haqida to'xtalib o'tib ketsak, necha marta SAT topshirgansiz? SAT 3 marta topshirganman. Birinchisi o'zi registratsiya 6 oy oldin qilganman. 6 oy, 7 oy oldin. Lekin tayyorlanmasdan shanba bo'lgan, qakras o'qisham bo'lgan o'sha kuni ertalab nonushtani yeb kirganman imtihonga. Oldin o'qimaganman. Qanaqaligini ham bilmasdim. Kirganimda 1360 chiqqan. Birinchi natija. Birinchisi 1380 chiqqan. Adashma. 740 bilan 640 chiqqan. Keyingisi 1460 chiqdi. Uni mayda birinchisini topshirgan bo'lsam, avgustda topshirganman. 3 oydan keyin Toshkentga borib tayyorlandim. O'zim ustida ishladim. 1460 chiqdi. O'sha 80 ball yuqoriladim. Keyin oktyabrda topshirgandim. O'sha yilda oktyabrda, endi o'tgan yil nazarda tutab, o'tgan yil. Unda 1480 chiqdi. Keyin bilasiz, super skor degan narsa bor. Hali ikkala komponentdan eng balandini olasiz. Menda matematika eng balandi 780 edi. Ingliz tili 720 edi. U o'sha avgust bilan oktyabr imtihonlarim edi. 1500 super skor bo'lgan. Buni universitetga topshirmaganman lekin. Chunki shu Mirfazdan so'raganman, bolalardan so'raganimda hammasi aytgan, qabul qilinganlar, ya'ni 2027-yil klassga qabul qilinganlarni o'rtachasi 1510 bo'lgan. Keyin menga ta'sir berishmagan. 1500 bo'lsa, ayniqsa super skor bo'lsa topshirmang deyishgan. Chunki test optional topshirganman. Endi hozir Covid davrida u test optional narsa universitetlar kiritgan, lekin hozir vaziyat yaxshilangan. Coviddan 4 yil bo'ldi masalan, 5 yil. Shu o'sha endi voz kechishyapti test optionaldan ham. Endi yana test base ga qaytishyapti. Lekin hali ham bor. Hali ham test optional bor. Adashmasam, bu yil Class of 2029 ham test optional topshirganlar bor, bilaman. IELTS haqida-chi? IELTS necha marta? IELTS bir marta topshirganman, 10-sinfda, yanvar oyida. Eng qizig'i, undan oldin suv-chuchak kasallik bo'lib, ishonsiz ekzamenerim so'ragan, "Are you okay?" degan. Men yashil zelonkalar, "Are you okay? Can you take the exam?" degan. 7,5 IELTS olganman. Endi kamtarona bo'lgan.
U payt uchun vau bo'lgan, endi lekin hozir ukalarimiz aqlli ukalarimiz 8 la olishyapti. Birinchi marta topshirib 7,5 olgan ekansiz. Mhm. U qanday tayyorlangansiz? Yo Prezident maktabini Yo'q. hissasi kattami? Biz endi aytdim 8-sinfgacha oddiy maktabda o'qiganmiz. Shu vaqt davomida o'zi Buloqboshi tumanida o'quv markazi bor, Kosmos degan. Shu o'quv markazida 2 yil General English o'qiganman. Shunga menimcha foundationim kuchli bo'lgan. Chunki 8-sinfda oxirida Prezident maktabiga topshirganda ham 24 ta bolaning ichidan 2-3 eng yaxshi natija bo'lgan ingliz tili bo'yicha mening natijam. U paytda lekin IELTSni bilmaganmiz. Hozirgilar masalan ingliz tili o'rganishdan oldin IELTSni olaman deb o'rganadi. Men ingliz tili o'rgangan paytimda IELTS bilmasdim ekan. Keyin Prezident maktabiga kirdim. Bizdan 1 yosh katta akalar IELTS topshirishni boshlashdi. Uje Ummon akalar 7,5 IELTS bor edi. Vau! Keyin men ham o'rgandim IELTS qanaqaligini. Reading, listening, speaking, writing borligini bildim. O'zi maktabda ham biz paytimizda hozir bilmayman qanaqa 10-sinf IELTSga bag'ishlangan bo'ladi. Shunda ham writinglar bilan shug'ullanganmiz. Lekin uncha qiziqish bo'lmagan menga writing, speakingga. Shu o'zim listeningni practice qilaverib, self study qilib, 38 ta, 39 taga olib chiqib topshirganman. Shu 10-sinf oxirida Xudoga shukr 7,5 olganman. Hozir u men expire ham bo'lib ketdi. Muddati tugadi. Qachon endi topshirmoqchisiz? Yo'q, boshqa endi TOEFL topshirishim mumkin. Chunki yaqinda bitta universitetimizni bitirayotgan o'quvchi bilan gaplashdim. U o'zi Yale'ga doktoranturaga ketyapti. Shu opa aytdi, ba'zi universitetlar Xitoyda bu universitet joylashgan deb turib TOEFL so'raydi, ingliz tili natijasi so'raydi deyishdi. Shunga endi TOEFLga tayyorgarlik ko'rmoqchiman. TOEFL topshirmoqchiman shu 3-kurslar atrofida. Masalan deylik, aka 8-sinf bo'lsam, 8-sinf bo'lsam, IELTS'im ham yo'q, SAT'im ham yo'q. Birinchi bo'lib IELTS'ga tayyorlanishim kerakmi, SAT'ga tayyorlanishim kerakmi? Qaysi biri qiyinroq va qaysi biri nima deydi, muhimroqmi? Agar vaqtdan yutish uchun. Savol yaxshi savol. Keyin ko'pchilik qiziqadigan savol. Agar ingliz tili fundamentingiz kuchli bo'lsa, SAT'dan boshlang. Chunki SAT'da ingliz tilisi IELTS'da ingliz tilisidan qiyinroq. In what context? Like SAT'dagi so'zlar IELTS'dagi so'zlardan ko'proq akademik, ya'ni akademik ko'p ishlatiladigan so'zlar SAT'da ishlatiladi. SAT'da ham readinglari ko'p. Siz bilasiz, siz ko'zni ham aldash kerak-da. Ba'zida menda ham bo'ladi, uzun tekst bo'lsa ko'zim o'qimaysan deydi. Shu SAT'da mayda-mayda tekstlar, lekin akademik tomondan kuchli tekstlar bo'ladi. Shularni o'qigan odamga IELTS'da readingi ishmas oson bo'lib qoladi. Chunki agar general Englishingiz foundationingiz kuchli bo'lsa, fundament ingliz tili kuchli bo'lsa, C1, C2 darajasiga olib borgan, tutoringiz ham, ya'ni tayyorlaydigan odamingiz ham bo'ldi, men shogirdlikdan chiqindi, tugat ingliz tili o'rganishni deydigan daraja bo'lsa, SAT'dan boshlash kerak. Agar lekin fundament yaxshi bo'lmasa yoki mama xuxu, ya'ni ingliz Xitoy tilida shunaqa deyiladi, mama xuxu deyiladi, ya'ni o'rtacha deyiladi. Shunaqa bo'lsa, IELTS boshlab, ozmos, ko'p ham emas, yotib olib 5 oy ham emas. Ozmos 2 oy, 1 oy tayyorlanib 7,5, 8 olib, 9 olish ham shart emas universitetga. Bilasiz, ko'p universitetlar doesn't care about IELTS. Qiziqmas. U prosta sizni shu ingliz tilini bilishingizni ko'rsatib qo'ygan uchun hamma biladi. Nishon qilish bo'lib ketgan. Shuning uchun ozmos e'tibor qaratib, uni ham pitichka qilib IELTS oldim deb turib, SAT'ga urg'u berish kerak. Agar SAT olmoqchi bo'lsa, bilasiz, hozir ko'pchilik SAT olmasdan ham topshirib normalniy joylarga kirishyapti. Lekin SAT olib qo'yaverish kerak. Ko'pchilik O'zbekistonda IELTS topshiryapti-da hozir. Oddiy maktablarda ham masalan, ko'p odam IELTS bor, bitiruvchilarni bo'lsa bir 80%. Bu SAT haqida uncha ma'lumot yo'q, menimcha, meni fikrimcha. O'zi bu SAT qanchalik muhim bilmaganlarga aytib o'tsangiz. SAT'da o'zi aytdim, ingliz tilisini aytdim qismini. Ikkinchi komponenti qismi matematika. Bu matematika universitetda boshida o'tiladigan kalkulus bilan deyarli bir xil. Siz agar SAT'da matematikasidan kuchli bo'lsangiz, universitetga borganda boshida matematikasidan qiynalmaysiz. Shuning uchun SAT muhim. Shu sizni universitetni darajasiga tayyorlaydi. Ingliz tilisi ham, akademik tomoni ham. U so'zlarni siz universitet paytida paper yozayotganingizda ilmiy tadqiqot qilasizmi yoki vazifadan paper yozasizmi? Shunda ishlatadigan so'zlar. Ya'ni SAT'ingiz baland bo'lmasa ham universitetda lekin kirdingiz,
o'sha SAT paytida o'rgangan bilimlaringiz asqotadi universitetda. Lekin baland qilib turib, qancha baland bo'lsa, sizni universitetga Shansi topshirayotganingizda shansingizni ko'paytiradi. hmm, Chunki siz uni taqqoslaydi sizni. Muhammad hmm, Abdullo bilan Zatlo topshiryapti. Zatlo 1500 bor, Muhammad Abdullo 1400 bor. hmm, Men ko'proq tayyorman universitetda o'qishga. hmm. Keyin Muhammad Abdullohga 1 yil beraylik deb turib, gap yer beradi. Oo. Meni aksept qiladi. Shunga balandroq qilib qo'yish kerak. Demak, SAT muhimroq IELTSdan ko'ra. Universitet. IELTSdan mening tanishlarim bor, IELTS yo'q, universitetga kirgan. Hmm. Ham ko'p universitetlar SAT'da ingliz tili tarafiga qarab IELTS'ni waive qiladi. Ya'ni topshirmasang ham bo'laveradi deydi. Ba'zi universitetlarda 700, ba'zi universitetlarda 720, 650 shundan baland ball oldingizmi, shart emas ingliz tilini ko'rsatib berishingiz. Chunki u SAT'dan o'sha 650, 700 olganingiz o'zi siz ingliz tili bilishingizni ko'rsatib beradi. Podkastimizni oxirida kelajakdagi maqsadlaringiz yaqinda eshitib qoldim, magistratura topshirmoqchi ekansiz. O'shalar haqida gapirib o'tsangiz. Shu universitetda o'qiyapmiz. Men Duke Kunshan universitetida Duke digriini olamiz deb borganmiz. Endi Duke digriini olib nima qilamiz? Asosan magistratura. Shuning uchun men o'zimga maqsad qilib qo'ydim. Top universitetda boshqa qit'ada, Osiyoda emas, iloji boricha magistratura qilmoqchiman. Hozir Yevropa yoki Amerika tanlov turibdi yoki Kanada, Avstraliya. Endi hozir 3-kursdan endi boshlaymiz. GRE, TOEFL'ni olib, 4-kursdan applicationlar qilib, xudo xolasa 2 yil magistratura, keyin agar land qila olsam, ya'ni topa olsam, chet elda ishlab, 2-3 yil, 5 yil tajriba orttirib, keyin O'zbekistonda o'zimiz tajribalarimizni davom ettirmoqchiman. Mana universitetda ham 1-kursini bitirib keldingiz O'zbekistonga. Endi short termda masalan mana yoz ichi nima planlar? Yoz ichi Dam olish. bobom borda aytadi. Yoz bu nima? Dam olish. Dam olishga keldim, dam ol dedi. Endi hozir asosan dam olish, lekin yaqindan boshlamoqchiman. Keyingi semestrga o'sha kurslarga register qilib olganmiz. O'sha keyingi semestr nima o'qishimni bilaman men hozir. Shu kurslarga o'sha tayyorgarlikka ko'rishni boshlamoqchiman. 7 hafta dedim o'qish. Shunga oldindan qancha tayyor bo'lsam, shu 7 haftada oson bo'ladi o'zimga. Shunga hozir yaqinda bayramlarni o'tkazib bo'lgandan keyin tayyorgarlik ko'rishni boshlamoqchiman. Ham 1-2 ta proyektlarimiz bor. Shu proyektlarni ham amalga oshirmoqchimiz. Tinglovchilar, siz ham orzu qiling, harakat qiling, imkonsizlik yo'q. Bu Aim Talks podkasti edi. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Rahmat sizlarga ham. Rahmat.